suv taqdirimizni hal qiladi. Suv hayot manbai, inson salomatligi va iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim omillaridan biridir. O'zbekistonda ham ichimlik suvi masalasi doimo davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida qarab kelinmoqda. Chunki toza ichimlik suvining yetarli bo'lishi aholining kundalik hayoti, sog'ligi va turmush darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Bundan 7-8 yil muqaddam ichimlik suv ta'minoti aholining atigi 60% atrofida mavjud edi. Qolgan qismi muqobil manbalardan foydalanar edi. Qishloqlarda esa ichimlik suvini olish katta qiyinchiliklarga sabab bo'lardi. Shu bilan birga mamlakat bo'yicha mavjud suv tarmoqlarining qariyb 60% eskirgan, inshootlarning yarmidan ortig'i o'z quvvatini yo'qotgan edi. Hozir qishloqda kattayi kichigi qo'shni qishloqlardan eng yaqini 3 kilometr. Faqat suv tashiymiz. Eshakka ortib, borib 15 kilometr uzoqlikdan suv olib keladi. Ichish uchun. Agar ichimlik suvni joyiga qo'ymasak, odamlar bizdan rozi bo'lmaydi. Dehqonobodda ichimlik suvi yo'qligi meni armonim. Mana shu masalani qilmasak, hech kim nafaqat kechirmaydi. Yoshlarimiz sharoit bor joyga ketadi. Eng katta masala men kechirmaydi ichimlik suvi. Qanday qiyin bo'lmasin, bu suv keladi, xudo xolasa. Surxondaryo viloyatida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash loyihasining birinchi bosqichini ishga tushirish uchun Ramziy tumani O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ostilar. Davlatimiz rahbari ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlarini milliy taraqqiyotning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab, so'nggi 7 yil ichida sohaga 27.5 trillion so'm mablag' yo'naltirdi. Bu mablag' hisobidan 1 milliard AQSh dollari Xalqaro moliya instituti investitsiyalari hisobidan ushbu mablag'lar evaziga 3627 ta inshoot, 40 dan 6000 kilometr tarmoq qurilib, aholi xizmatiga topshirildi. Natija o'zini ko'p kuttirmadi. 100 minglab aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suv tarmog'iga ulanib, mavjud xizmatlar qamrovi sezilarli darajada kengaydi. Magazinda sotilayotgan qadaqlangan suvdan 10 marta yaxshi. Men hayron qoldim suv ichgandan keyin. Mana bo'laganki. Ikki tuman aholisi mana shunday toza suv olishadi. The president announced last year an investment program of close to $7 billion. So we need to start gathering together as development partners and partner with Ussu Taminot to mobilize the financing that is required to cover this investment gap. Bugungi kunda Ussu Taminot aksiyadorlik jamiyati rahbariyati sohaga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish, investitsiyalarni jalb qilish va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirishda faol tashabbus ko'rsatib kelmoqda. Bugungi kunda jamiyat tomonidan 28 ta xalqaro loyiha amalga oshirilmoqda. Ularda Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Fransiyaning FED agentligi, KOICA, shuningdek Shveysariya hukumati kabi nufuzli tashkilotlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Savremennisini ko'rish kerak, qaysi zo'r, qaysi yaxshi. Alohida ta'kidlash lozimki, Jahon banki ishtirokida 1 milliard 200 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' jalb qilinib, suv ta'minoti va oqova suv tizimini modernizatsiya qilish, qishloq hududlarini markazlashgan ichimlik suvi bilan qamrab olish, boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish bo'yicha 10 dan ortiq loyiha amalga oshirilmoqda. Bayramni kutish kerak emas. Bir kun oldin bo'lsa ham toza suvni xalq ichgani ma'qul. Hurmatli prezidentimiz bizga bergan topshiriqlari shu. Bugun aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash davlatimizning eng asosiy siyosatlaridan bo'lib qolmoqda va 2030-yillarga belgilangan strategiyada ham alohida mana shu xalqimizni toza ichimlik suv bilan ta'minlash masalasiga alohida demak ustuvor yo'nalish sifatida qaratilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan eng katta masalalardan biri Guliston shahrini uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasi bo'yicha alohida topshiriq berdilar. Mana shu yilda Xudo xohlasa Guliston shahri aholisi uzluksiz suv ta'minotiga ega bo'ladi. Shifokor bo'lib ishlaganman. Faqat Olot tumani o'sha yuqumli kasallarning yuqorligidan tanqid qilinardi. Faqat jazolanib kelardik. Jazolanardik, uning yechimi yo'q edi. Bugun ming qatla shukr. Men shifokor sifatida shunga shukr aytamanki, bugun Olot tumani deyarli 100%, 99% toza ichimlik suvidan foydalanadi. Hududlarda olib borilayotgan ishlar ham katta samara bermoqda. Keling, aniq raqamlarga to'xtalsak. Masalan, Surxondaryo viloyatida to'palang suv ombori asosida qurilgan 147 kilometr ichimlik suv tarmoqlari orqali Sariosiyo, Denov, Sho'rchi va Qumqo'rg'on tumanlarining 141 ming aholisi markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi.
Jizzax viloyatida Zarafshon daryosidan olinayotgan suv asosida yangi tarmoqlar barpo etilib, Do'stlik, Paxtakor, Mirzachul tumanlari hamda Jizzax shahrining 286 ming aholisi toza ichimlik suvidan barqaror foydalanish imkoniga ega bo'ldi. Bu loyiha natijasida viloyatdagi suv ta'minoti qamrovi 52% dan 85% gacha oshdi. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida Oqsuv Dehqonobod loyihasi doirasida ilk bor 76 ming aholi markazlashgan ichimlik suviga ulandi va natijada ta'minot darajasi 1.8% dan 51.7% gacha ko'tarildi. Toshkent viloyatida esa Qodiriya suv inshootining rekonstruksiyasi orqali 8 ming kishi ilk bor ichimlik suviga ulandi. Qo'shimcha 265 ming aholining ta'minoti ham sezilarli yaxshilandi. Buxoro viloyatida Olot va Qorako'l tumanlarida amalga oshirilgan loyihalar natijasida 275 ming aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suviga ulanib, viloyat bo'yicha ta'minot darajasi 47% dan 68% ga ko'tarildi. Bunday loyihalar bilan bir qatorda sohaga innovatsion yondashuvlar ham joriy etilmoqda. Jumladan, GIS xaritalar tizimi yordamida 25 ming kilometrdan ortiq tarmoqlar raqamli nazoratga olindi. Dispetcherlik markazidamiz. Bu dispetcherlik markazida Toshkent shahridagi suv tarmoqlarining bosimini nazorat qilib boramiz. 2022-yildan SCADA tizimida raqamlashtirish faoliyatiga o'tish boshlandi. Bular bizga Toshkent shahrini suv bilan bir me'yorda berishga ta'minlab beradi. SCADA avtomatlashtirilgan tizim orqali 100 dan ortiq nasos stansiyalarida jarayonlar real vaqtda kuzatilib, samaradorlik oshirilmoqda. O'zwater Billing platformasi 3.5 million abonentning hisob-kitoblarini onlayn boshqarish imkonini bermoqda. Shuningdek, WaterLab laboratoriya tahlil tizimi orqali ichimlik suvining sifat ko'rsatkichlari muntazam monitoring qilinmoqda. Barcha chora-tadbirlar natijasida bugungi kunga qadar aholining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 81.5% ga, oqova xizmatlar qamrovi esa 20.9% ga yetdi. Mana yoqdan tog'larni teshib, katta bir go'ralarni berkitib taylab, daryolarning ustidan kezib o'tib, tasavvurga sig'maydigan mana ishlar bo'ldi-da. Kecha kuni suvda o'ylardik-da, suv yo'q deyardik. Kutmagan edik bunday suvlar keladi deb, o'ylamagan edik. Bir necha yil ilgari G'uzor tumani respublikada desam bo'lardi, suv ichimlik suv ta'minoti juda ham past bo'lgan. Borinki 3-5% ga yetgan. Mana hozir prezident tashabbusi bilan, u kishi ajratgan mablag' bilan mana aytaylik, hozirgi kunda kelib 70% gacha suv bilan ta'minlandi. Yaxshi ham suv keldi. Bemalol olib ichib yotibmiz. Bu ham shu prezidentimizning aholiga bo'lgan ijtimoiy hayotimizni yanada go'zallashtirishga bo'lgan siyosatimi? Birinchi suvdan gapir. Suv kelib qoldimi? Qaytlaring. Mazza Xudoga shukr, Xudoga shukr. Mashina ko'ziga yo'lga ko'z tirtmay qoldik deb qoldi. Rahmat. Haqiqiy zamon bo'lyapti. Bu zamondan hech qachon hech kim norozi bo'lish mumkin emas. Xulosa qilib aytganda, prezidentimiz rahnamoligida boshlangan suv siyosati, o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati rahbariyati tashabbuslari, xalqaro moliya institutlari bilan keng qamrovli hamkorlik va hududlarda amalga oshirilayotgan yirik loyihalar tufayli bugun mamlakatimizda millionlab odamlarning hayot sifati sezilarli darajada yaxshilanmoqda. Eng muhimi, mazkur islohotlar izchil davom ettirilmoqda. 2030-yilga borib aholining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 90% ga, oqova xizmatlar qamrovini esa 35% ga yetkazish rejalashtirilgan. Shu yuksak maqsadlarga erishish uchun barcha imkoniyatlar safarbar etilib, xalqimiz farovon hayot yo'lida izchil chora-tadbirlar davom ettiriladi.